Xuddi mana shu mashinalarni Xitoydan mijozimizga zakaz qilib berdik. Xo'p, 3 ta mashinamizning kargosi 30 ming so'm bo'ldi. Har bittasining donasi 25 ming so'mdan tushdi. Bu degani mijozimizga 35 ming so'mdan har bittasi tushgan degani. Sifatini ko'ryapsizlar, sifati yaxshi. Bizda 35 mingga shunaqa temir mashincha beradimi? Xo'p, по-моему, buni tagida batareykalari bor. Bu или kanalda svet yonish kerak, или ovoz chiqarish kerakmi? Xuddi mana shunaqa mashinchalar. O'zlari qiziqar ekanlar, suvenir qilib yig'ishga, shunaqa mashinchalarni kolleksiya qilib yig'ishga yaxshi ko'rar ekanlar. Zakaz qilib berdik. Mana. Mashinchalarning sifati yaxshi kelgan. Mana ko'ryapsizlar. Har bittasi bizga 35 ming so'mdan kirib kelyapti. Menimcha narxiga arzisa kerak, arzon tushgan bo'lsa kerak. Endi bilmadim, bizda qancha sotishadi. Mijozimiz o'zlari 100 mingdan olar ekanlar, xuddi shunaqa mashinchalarni. Uylarda kolleksiyalar bor ekan, biz yana qo'shimcha qilib Xitoydan zakaz qilib berdik. Sizlarga mana shunaqa narsalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mana shunaqa o'yinchoq yoki kimdir kolleksiyalarga qiziqsa, Xitoydan topib, xudo xolasa arzon narxlarga olib kelib beramiz.